Merhabalar barchalarga salom, sizlar bilan men har doimgidek Zorbek va bugungi videomizda ana shu Robloxdagi bir qo'shiq keyboard eski hep o'yinini o'ynaymiz va bu yerda 5x li treadmill spawn bo'libdi. Ko'rib turganinglarda meni levelim 360 level va men admin havuziga kirib 100% uxlas narsani oldim. Endi bizda 320% kuchi bor. Shokoladga qo'yib qo'y. Ovozini ozgina pasaytiraylik, bo'lmasa bo'lmayapti. Yetadi-ya. Yemeği chiqarib Ha bolalar, Robloxga kelgan shu o'yinga faqat trading degan narsa qo'shilgan. Bu yerdan xohlagan odamlarga bunaqa narsalardan bersanglar bo'ladi. Ko'rib turganinglarda endi 35 ta va bu yerda yeni narsalar sotib olamiz. Endi shuni qo'yapti. Va mendagi 158 keyin 17 turibdi. Ana shu 18 ga voshcha o'tmayapti-mi? O'tmayapti. Va biz endi kubik yig'amiz. Hozir men bu yerda o'ta tezligim ko'p. Shuning uchun tezligimizni 100 ga qo'yib olamiz. 100 ga qo'yib olsak, bizga ancha osonroq. Bizda kubigimiz 478 millionta. Biz bu yerdan 500 million qilishimiz kerak. 500 million, 2,5 milliard, keyin 15 milliard, 50 milliard. Oho. Va mana men birinchi olimga ham o'tib oldim. Nimaga? Chunki bu yerni biz alberi men yutganim yo'q. Yutmasdan 120-level bo'lgandan keyin sразу o'tib ketganman men. Ana shu uchun endi birinchi olimni yutamiz. Yuskaga teleport bo'laman. O'lib ketdimmi deb o'ylabman. Lekin kerak bizga. Qaranglar. Sizlarga life hack o'rgataman. Qanday qilib bu yerdan osonlikcha o'tishdi. Ba'zilar kompyuterda Dignify yordamida o'tadi. Lekin telefonda o'tish mana bunday bo'ladi. Hoppale. Yo'q. Kuringlar. Shuni qilib o'tib olsa ham bo'ladi. Nima qilamiz deb? Yo'q, o'xshamadi. Choq. Menga endi chiqamizda. Ovoz sal pasaytiraylik-da. Bo'ldi, yetadi menimcha. Yo'q, qanot chiqish ulgurmayapti. Ana endi normal. Yo. Çok narsalar geldi. Mesela sotulamaz. Nimaga arzon narsalarni sotib olyapsan desalar, chunki bu yerda mergadan kuchaytirsa bo'ladi. Bitta kuchaytirdim уже. Mana 26 ga kuchaytiramiz. Bunaqa 40 millionga olgandan ko'ra shuna qilish kerak. Yana 11% qo'shib beradi.
Ben sümkeçe 1 yıldızlığını 2 yıldızlı alıp keyin 3 yıldızlı alıp 4 yıldız 5 yıldız kılış kerakdi. Mana kitapga kirsalar mana 5 yıldız kılsa qancha xapa berishi, qancha qo'shib berishi foiz. Buniki 35, 12 ham 35, bu ham 35. Bu ham 35. Bu yerda 5 foizligi. 5 foizligi 51 bo'lar ekan. 10 foizligi 91 bo'lar ekan. Normal. Nechi? 129. Bu 10 201. Yaxshi. Golden maskalar bizde yo'q lekin. Bu yerdan bu bor. Bu oldu. Maksimali 5 yıldız ekan. Menda legendarny bor. Bu kadar bu ham 201 de. Golden Hawk. Secret ekan bu. 625. Stapleram var. Ya nima bo'lyapti? Qanot endi chiqdi. Qanaqasi? Ya notim chiqqan bilan yo'q bo'lib qoldimi? Nimaga bu o'zi bor treadmillga yugurib kelib sakrasanglar uchib ketasizlarda. Yomay. Shuncha qilganim hemen oshi o'tolmayapti. Hali biz bu yerdan o'tib ko'rmadik. Bolalar biz yaqinda 100 ta obunachiga erishdik va bu bilan men Brain bilan video olaman degandim da olaman. Narsa bermoqchi ekan. Nima berar ekan? Ko'raylikchi. Davay biz ham bunga musur bir narsalar berib qo'yamiz. Yo bu bizga kerak. Yo bular ham kerak-da. Daha 3 faizlilerden beramiz. 3 faizli bereli. Olay. Oldu. Menga berdim onu. Menga mana beribdi bo'ldi. Birden kuchaytirsak bo'lmaydimi? Yo bo'lmaydi. O'zimizda kuchimiz bilan ham yurib ko'raylikchi, borib ko'raylikchi. Aşağı qatyapti-da. Mayli xullas bolalar, shu joyda videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Bundan keyingi bitta videodan keyin Dream bilan videomiz chiqadi.